Hozir men sizlarga ajinlarni yuvishni o'rgataman. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Agar ajinlar yuvilsa, u albatta ketishi mumkin. Ko'pchilik mijozlarim sadoqat, rahmat, men zo'r ozdim, lekin yuzim so'lib, yuzimda ajin paydo bo'ldi degan gapni juda ham ko'p aytishadi va ularga men aynan mana shu usulimni o'rgataman. Demak, buni ham sizlarga o'rgatib ketaman. 2 donagina aspirinni olamiz, solamiz va yaxshilab ezamiz. Tayyor bo'lgan massamizni alohida bitta idishga olamiz. Va ustidan albatta bitta tuxumni sarig'ini chaqib olamiz. Buni ustidan mana ko'rib turibsizlar. Bitta kichkina to'q qoshiqchada toza asalni aralashtiramiz va haftasiga 3 marta shuni yuzimizga suramiz. Agar ana endigina 30 yoshga kirgan bo'lsangiz va yuzingiz qarib, ajin chiqib ketmasligini xohlasangiz, go'zal bo'lib yurishni xohlasangiz, bunaqa maskalar bilan birgalikda albatta gidrolizlangan holatdagi kollagenni ertalab och qoringa ichishimiz kerak. Meni ishonganim aynan mana shu Sinolife. Shu raqamlarga telefon qilasizlar, uyingizning eshigini tagigacha dastlabki qildirib olishinglar mumkin. Retseptni esa saqlab olishni unutmanglar.